Quyonlardan yengilgan, barchamiz tanigan buyuk sarkarda haqida eshitganmisiz? Yo'q bo'lsa videoni oxirigacha ko'ring, batafsil bayon etaman. 1807-yil Napoleon Rossiya ustidan Friedland jangida g'alaba qozonganidan so'ng o'z generallari bilan kichik bayram uyushtirishga qaror qiladi. Bayram uchun esa quyon ovi rejalashtiriladi. Ammo ov uchun sotib olingan yuzlab, hatto minglab quyonlar yovvoyi emas, fermerlardan keltirilgan uy quyonlari edi. Quyonlarni qo'yib yuborishgach, ular Napoleonni va askarlarni ko'rib, qo'rqish o'rniga ularni tomoniga yugurib ketishgan. Chunki ular ov emas, ovqat tarqatishadi deb o'ylashgan. Quyonlar Napoleon aravasigacha bostirib kelgan. Oxiri sarkarda va generallar ularni to'xtata olmasdan qochishga majbur bo'lishgan. Bu voqea haqida Napoleonning sarkardasi Paron Paul Tibalt o'z esdaliklarida yozib qoldirgan. Tarixchilarning aytishicha, bu Napoleonni jangsiz mag'lub qilgan yagona armiya bo'lgan. Fikrlaringizni kommentariyada minglab quyonlar orqali izohlashingiz mumkin. Kommentariyamiz siz uchun ochiq.